Assalamu alaykum hörmətli savaqdaşlar. Tayyibə dərsxanamıza xoş gəldinizlər. Biz bugün Usulul Hadis dərsimizin 9-cu dərsini oxuyumuz. Biz bugünkü dərsimizdə şaz və məqlub hadislər bilan tanışıb çıxımız. Şaz degan nima desək, adətdə bizinki lüğət cəhətdə şaz deganimiz Uyğur tilimizdəki nadir yüz beradigan yoki qoidadan sirt chiqib olgan istisnoi ishlarni ko'rsatadi. Yani birisi qoidadan chiqib ketgan, umumiy qoidaga prinsip tushmaydigan bir nadir ahvollar shaz bo'ladi. Lug'at jihatda. Ammo hadis istilohida shaz degan qanday bo'ldi deganda, shaz deganimiz bir hadisni bir sanat bilan bir xil shaklda naql qilindi. Yani her bir tabaqasida bir odam bor deyli. Endi u hadisga qarshi shaklda yani bir senetden naql qilindi, ammo ma senetning har birida 2 adam bor yoki 3 adam bor. Demak, senetda mavqanda arıtdik. Demak, o hadis nima bo'ladi? Bu yerda shaz bo'ladi. Chunki uning kuchlik odamlar naql qilgan, ya'ni son jihatda kuchlik odam naql qilgan hadis qana qildi, qarshi keldi. Bunun bo'ladi shaz bo'ladi. Bu bundaq sondan bo'ladi yoki shu odamning adolatlaridan bo'ladi. Masalan, bir hadis faqat har bir tabiqada birdan odam orqali qanday qilindi, naql qilindi. Ama onun qarşı kıldığı hadismi bir adam arqalıq naql qilindi, lekin ikkinchi qatim naql qilingan hadislik odamlar adli jihatda qanday kuchlik. Yani yoki yodlash quvvati jihatda o xafifud dabt bo'lsa, ya'ni yodlash quvvati normal bo'lsa, madamninki kuchlik. Shuning uchunki hammasi emas, bir odammi shunda farqlanib qolsa, o qarshi kelgan hadisdan bo'ladi. Bu shaz bo'ladi. Yani bir qism muhaddislar bir hadisning mazmuni garchi qarshi kelmasimi, bir hadisda qisqa mazmun, undan boshqa bir hadisda, boshqa bir sanatlardan naql qilingan hadisda, o hadisda deyilmagan mazmun qo'shilgan holatda naql qilingan bo'lsa-mu, agar ortiqi ojiz bo'lib qolsa, nima bo'ladi? Shaz bo'ladi deb qaraydi. Masalan, azan chiqqandan keyin o'qiydigan duo va Allohumma robba hazihi da'vati tamma was salatul qoima ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmuda. İnneke la tuhliful mi'ad. Müşahidis 2 senetli naql qilingan. Birinin da inneke la tuhliful mi'ad yo'q. Yani birinin da inneke la tuhliful mi'ad ba. Inneke la tuhliful mi'ad bası senet jihatda anın qaraganda sel tön turadi. Yani yo'qi kuchlik. Şuna bir qism olimlar ortiq kelganni bu hadis shaz deydi. Chunki kuchlik naql qilingan hadisda mazmun yo'q deydi. Ama bir qism yana muhaddislar bu qarish kelmagachga bu bir-birining da ba gapni yo'q deb buningga nafiy qilmag'achqa bu to'liqlasak bo'ladi. Ya'ni ki innaka la tuhliful mi'ad degan bu Qur'onning bu oyat deb munda muomala qilganlarmi bor. Demak, shaz deganimiz mayli son jihatda bo'lsin, mayli shu ravining har bir ravining ichidagi sahining shartlari bo'lgan ma'lum shartlardagi ortiqchilik jihatda bo'lmasin, ozroq ortiq kishilarningki qarshi holatda hadisiga qarshi gap qilishi, ya'ni qarshi gap qilgan hadisning bo'ladi, shaz bo'ladi. Unda başlıyoruz. Kitabımızı qaraylı. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا يُخَالِفُ ثِقَةٌ فِيهِ الْمَلَى فَالشَّازُ. Sika, yani işençilik bir adam. Her birisi işençilik. Sika. Sahihning hammasi shart tushadigan bir sika ishonchli odamni birisi naql qildi. Qarish keldi uningda al-mala bir jamoat. Endi bir odam ishonchli birisi naql qilindi. Ammo uning qarishi bir to'p jamoat. Her bir senede adam cık halatda naql qilingan bir hadis qana qildi, qarish kelgan bo'lsa, thiqa yolg'iz odam naql qilgan hadisdan bo'ladi, shaz bo'ladi. Chunki ishonchlik bo'lsa-mu, uningga qarshi naql qilingan hadisni naql qiluvchilar, uni ishonchlik ham ko'p. Son jihatdan bu yerda ortiqchilik bor. Ham ikkinchisi bugun o'qiydigan hadisning turisi maqlub. Maqlub degan ta'tiga cho'rilgan, ta'tur degan ma'noda ta'tur. Endi bu ta'tur degan nima gap desanglar, hadisda bu 2 xil ma'noni ko'rsatadi. Birisi ba'zi raviylarningki yodlash quvvati normal bo'lsa, masalan, ruya an Musa ibn Yaqub desa, buni anglagan odam ruya an Yaqub ibn Musa deb dadasining ismini balasiga almashtirib o'tadigan ahvollar bor. Buni biz deymiz maqlub deymiz. Agar bir hadis shunday naql qilingan bo'lsa, tarixini surishtirib qilsak, unda Yaqub ibn Musa deb adam bor ekan, ammo Musa ibn Yaqub deb adam yo'q ekan.
Demek bu nima ekan? Buningki dadasining ismi balasining ismi qanday qilibdi? Olmashib qolibdi. Bu hadisning sanadida maqtul voqea deymiz. Demek bir raviyninki ismini qanday qilish olmashtirib olsa, bu ko'p hollarda qasddan yuz bermaydi. Shuni naql qiluvchininki yodlash quvvatininki normalligi tufayli yuz beradigan ahvollar. Bu shundaq sanatdagi raviylarning ismida yuz beradi, shundaqla hadisning mazmunida yuz beradi. Masalan, erişinin sayıdaydıgan 7 türlü kişinin içindeki birisi qaysi İmam Buxari naql qilgan hadisda 10 qilgan sadiqini sol qili bilmaydigan shundaq maxfiy ixlosdan sadiq qilgan odam dedik shundaq. Ammo yana bir hadis bor. Bunda sol qili sadiq qilgan hadisni 10 qili bilmaydigan deydi. Demak, men ikkinchi hadisdan bor deymiz, maqlub bor deymiz. Bunda nurg'ulgan sabab buni bilgan. Chunki ham 10 qili qilgan sadiqni qilgan deganning sanatlari ishonchlik, ya'ni kelib biz bir narsani bilsak qaysi qo'limizni beramiz, 10 qo'limizni beramiz. Demak, shunday xatolik tufayli ba'zan gaplarni hadisning mazmunidagi yoki sanatdagi odamning ismlarini almashtirib o'tadigan ahvollar mavjud bor. Yana uchinchisi ham shu maqlub almashtirib o'tishniki, uchinchisi boshqalarni imtihon qilish uchun bo'ladi. Masalan, bir hadisning sanadini yana bir hadisga qanday qilamiz? Almashtirib o'tamiz. Başqalardan hadisda pishqdimman deb bir odam kelsa, unda bo'lib qolsa, ma hadisni payg'ambarimiz falan sahoba angladi deb biz o sahoba boshqa bir hadisning sanadiga kirib ma hadisga taqaymiz, u odamdan imtihon elish uchun. Xuddi Imom Buxoridan imtihon olgandek. Bu imtihon elish uchun qilinadi. Ammo bizning bu kitobimizda ikki turni so'zlabdi. Qarab boqaylik, qaysini so'zildi? Wal maqlubu qisman. Maqlub ikki turlik bo'ladi, ikki qism bo'ladi. Qismani tala, ya'ni ikki qism deb deyildi. İbdal ravin ma bir ravin kısmı. Bir ravini yani bir raviga almashtirish bir qism. Bu birinchi qismi. Ben bayatda depegandek. Ravini raviga almashtirish degan gap, ravinin ismini almashtirib o'tish. Yoki masalan, men bir odamdan hadis angladim. Men hadis anglasam, menga hadis deb bergan kimdan anglaganligini bilib deb berdi menga. Mushundaq tutishib menga bu. Men 3-chi, 4-chi tabiqa borgan vaqtimda o odamning ismini tutib bulanmay bir tabiqini bir tabiqa qana qilsam, aralashtirib olsam, bunun bo'ladi, maqlub bo'ladi. Ya'ni bir ravini yana bir raviga qana qilish, almashtirish. Bu tabiqadagi shayxlar o'tirisida bo'ladi. Bir shayxning ismini familisga, familisning ismiga o'zgartirish orqali bo'ladi. Bu birinchi qismi. Va qalbu isnadin limatnin qismun deydi. Bir matnning isnadini almashtirib o'tishmi, bu bir qism. Yani bir hadisning matnining isnadini yana bir hadisning matnining isnadiga qo'yish. Bu dedimga imtihon elish uchun bo'ldi deydi. Yani uchinchi qismi qaysi? Uchinchi qismi men deb bergandek, hadisning mazmunidagi ba'zi bir gaplarni almashtirib o'tish. Masalan, bunda bir hadis bor. Payg'ambar alayhisalom sizlar rukuga tugi cho'kkandek cho'kmanglar degilik. Tugi qanday cho'kidi? Oldidan ikki qo'lni qo'yadi, undan keyin ikki putni qo'yib cho'kidi shundaqo. Rukuga borganda mushunda qilmanglar degilik. Shu hadisning oxirida sizlar tugi cho'kkandek cho'kmanglar. Oldidan ikki qo'lingni qo'yinglar, undan keyin tizingni qo'yinglar degilik. Demak, bu hadisda maqlub va buning to'g'risi tugi cho'kmagandek cho'kmaymiz. Ya'ni oldidan tizimizni qo'yamiz, undan keyin ikki qo'limizni qo'yamiz. Ba'zi kishilar shu hadis usul hadis ilmini bilmagachga taqlamış hadis ya zidda ko'rinadi yoki payg'ambarimizning vaqtida tugilar bosh shundaq qo'lni qo'yib undan keyin cho'kidiga o'xshaydi deb shundaq tushunolmaydigan ahvollarmi bor. Unda bo'lsa oqlashlar bizning bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم